Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Durbek va Azizbek. Bugungi videoda maqsad nima? Bugun biz Azizbek ikkalamiz tortishib qoldik. Kim yaxshi uy qurar ekan? Hozir ko'ramiz Azizbek. O'zi kirib turgancha men ungacha qurib turaman. Mana shu yerdan boshlab. Stop. 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 şeyden boşlayıp gittim betten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 blok klaslar izlep qolinglar. Shunday qilib bu yerdan keyin 8 blok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 sizlar ham qilishinglar mumkin. Xohlasanglar men 13 qo'yardim. Xohlasanglar 13 qilaveringlar. Gucci stilla qo'yibman-da. Sanga emas bunaqa qurishadi. Nimadir bo'lib qurib shunday qilib qurasizlar. Sal yana kichkinaroq bo'lib qoldi. Albatta ham o'zgartirish kiritib olamiz. Keyin mana shu yerdan boshlab niye yaklaşık yok oluyorsunuz? Gapirdim, ro'zing yuryapti. Siz. Keyin mana shu yerdan anavi qilamiz. Yo, bir kichkinaroq bo'lib qoldi. Kichkinaroq. Agar şunu YouTube'da ko'rsatdi. YouTube'da? Ben o'zim ko'rganman. Men o'zim o'ylab topganman. Sen o'sha YouTube'dan ko'chirmayman. Men ko'chiruvchi emasman, sen o'sha. Ko'chiruvchi ittirasiz. Sen o'sha itmasman-da-ku. Biz buni olib tashlaveramiz. Sen yeylinamadi-ku. Mani yelim ot uyuyor. Sanki it uyuyor. YouTube'da bahslashib qoldik hozir. Sizlar sizlardan bittagina narsa kutib qolaman. Azizbekni uyini xohlasanglar, like bosinglar, meniki zo'r deb o'ylasanglar, podpisatsiya bo'lib qo'yinglar. Sizlar uchun arzimas narsa, men uchun katta narsa. To'g'rimi Azizbek? Noto'g'ri. Azizbek uchun noto'g'ri. Hozir to'g'ri. To'g'ri. Podpisatsiya bo'lib qo'ying Azizbek. Azizbek bitta kanalga ham. Nomini o'zgartiramizmi yoki? Bilmayman. Balkim Galiyev deb qo'yaylik. Galiyevni maktabida qo'yaylik. Nima parola qilib? Galiyevni maktabida qo'yaylik. Xohlagan bloklaringni ishlataveringlar. Men mana bunaqa daraxtdan ishlataman. Chunki eng zo'ri mana shu deb o'ylayman. Men daraxtni ko'chirmayman daraxtni. Saniki tan ko'chirmaydi. Manga shunaqa. Yaxshi. Ay, meni uyga qilaman-da. Buni sen boshqacharoq ber. O'zingdan yaqin joyga qo'ydi. Uni teracham. Azizbekni hozir zaryadkasi buzilib qolgan, o'shaning uchun zaryadka ololmaydi. Mana shunday sizga bu daraxtlarni bitirganlaringdan keyin uy mana shundaysiga ko'rinishi kerak. Bu hozirchalikka.
Keyin mana yerdan kvars bloklari yordamida mana bunday qilib yo'siqcha qilamiz. Keyin bularni bunday to'ldiramiz. Shuni to'ldirib olganimizdan keyin qilishni boshlaymiz. Aka, mana nima qilish sizga ham qiyin debdi. Rostdanmi? Maniki kattaroq-ku. Mayli. Lekin maniki qiyinroq. Xullas do'stlar, kichkinagina pauza bo'lib turuvdi. O'shanga yana qurishga davom etamiz. Mana shunday 2 blokdan joy qoldiramiz. Bu yerdan 2 blokdan joy qoldiramiz. Shunday. Keyin bu yerdan ham 2 blok. Shunday sizga holga keltiramiz. Keyin bu yerdan yana 2 blok quramiz. Keyin bu yoqqa mana bunaqa daraxtdan olib o'rnatib chiqamiz. Shunday qilib o'rnatib chiqamiz. Keyin bu yerdan jichchayini qaziymiz. Keyin belani atrofini bunday olamiz. Sonunda etraf. O'zi sondiqga boshqa sondiq qo'yibman. Qanaqa sondiq? O'zi bittagina sandiq bo'lsa. Ikki sondiq bo'lardi Minecraftda. Ha? Ikki. Qanaqa? Bittasida son signal beradi. Endi tushundim. Bilaman deysiz, bilmaysiz. Nima gapirayotganingni ma'qul. Dahshat yangi versiyada qo'shilgan o'yinimizni sandiqni to'g'ri. Bunisi endi qaysi versiyada qo'shilgan? O 1516-versiya. Bilmayman. Bobom ham bormasa kerak o'zi yoshga. Bir şeyle çıkardı. Mana shunday sizga o'rnatib olamiz. Bu yerda oxiriga yetib. Soslarni. Başka da başka teknik yapmışlar. Niye başka da bo'lmasa yaxshi bo'ldi. Hazırlarsan sosan şiştik geldim. Bu daraxtlarni bunday yopib qo'yamiz, chiroyli ko'rinishiga uyimiz. Menga Minecraftda oltin yo'q. Sizgachi? Bilmadim. Kim bilmasa oltin dahshat tez qiladi o'shashni, bittashni. Nima ishni? Bu o'ylashni odan olish eng zo'r va tezsin. Tezsin bitta. Qancha zamonaviy shuncha ko'p joy ketadi. Odan olishni. Kirka bilan dahshat zo'r zarba berib bo'lmaydi. Lekin uchta blok ketadi. Nima shuda? Bera 4 blokdan olishga to'g'ri kelibdi. Mayli, bitirdik. Yarmida. Akajon, bunga bu qo'ja. Uchambada? Qalati? Qalati qo'yacağım buraya. Ne qo'yib qo'ygan? Shunaqa turaveradi. Nima ekan debman. Manikida ham shunaqa. Sen qo'rqishni bilsin gapni. Menga sonmasa yo'qmidi. Shunga men kartoshka kepman. Yo'q, do'stlar shunday kirib chiqadi. Cheksiz yorug'lik rejimi yoqib qo'y. Yemasam kechasi bilan mo'plasa tubsas. Bechora asbi ezilib ketibdi. Sizlar kepada qolib 2 million.
Voy, ana bo'lmasam katta fojia bu. İkisi ikimiz üstte. Yanlış bol. Oldu. Tipasini yopib chiqamiz. Kim beğenmişler yürüdü? Men bilmayman. Yuvar deydi. Bizganim yo'q lekin. Tamam, uyning ichida bomba bo'ladimi? O şunu yutkandım kozu. Men emasam sanikiga nima qilishimni ham bilmayman. Tipasilarni blok qo'yib Agar siz uyingizni chiqarsa qilyapsiz. ikki. Avval qudra uyingizni bir xil ekanku. Uni shunaqa unutib qo'yasiz. Ha, Qo'jitxonni ham quding yana buni o'qila. uyil. E'tibor bermanglar. Avvalgi paytda uy quruvdim, undan hojatxona quruvdim, lekin o'lib kichkina pauza bo'lib qoladi yana bir marta. Bilasizlar, Simon asab tuzatdi. Videoni chiqarib berdi. Shunaqa deydi. Kichkinalar uncha urishmaydi. Masalan, xafa bo'lib aynaga aytadi. Nima? Kichkinalar urishmaydi, uncha xafa bo'lib aynaga aytadi. Kimdan yasiga aytadi? O'zini. Kimni o'zilar? Bani. Bunun için bunun işte layıkasılar. Basayım mı? Basayım. Yok. Ne? Чего честно? Чего я видеозапись получили, понимаешь? Видеозапись появилась, ничего YouTube получил, понимаешь, да? И o'z chichib qo'yganini ko'ramiz. Yaxshi, uni o'rniga bu yerda ham shunaqa qilamiz.
bugun shaba kattaroq hattoki. Beyazı onun işine aldım. Meqa xohlasanglar buni yarim lekin hali ish bitgani yo'q. Kichkina pauzadan to'xtadik. Xullas, mana to'xtab qo'ygandik. Mana shuni olasizlar, mana bunga qo'yib chiqasizlar. Buni qo'yib chiqasizlar. Aka men uyim tashqarisiga musor paxtadan qo'yibman. Rostdan musor paxir qo'yibsan. Qiziq. Men bu yoqqa musor paxta qo'ymasa ezildim. Ezilib ketdim musor paxtasiz. Odam ham biko'da aytishim ekan-da. Musor paxtasiz odam eziladi odam. Ne bilamiz. Mana shuni esga qo'yib chiqamiz. Mana shuni esga qo'yib chiqamiz. Shunday ko'rinish kerak. Keyin pastiga esga qo'yib chiqamiz. Avval beralarni belgilab olamiz. Kichkina pauzadan to'xtadik. Xullas, shuni esga olamiz. Mana sizlar bloklar ichida qo'yilgan. Nisa xona. Nima? Mana bloklar. Mana qo'yayotgan bloklar dahshat xona. Mana bosdim. Mana-ku. Nimaga unaqa bloklardan foydalanyapsan? Mana, jo'ylayapman. Halqali bloklar. Yo'lmasmi? Yarab. Unjariyam cho'g'li chiqmaydi, to'g'risini aytsam. Ana unga o'xshayapti. Nima edi? Magnetitli uy quribsan. Vapshim yo'qotmaysan qaytib. Yo'qotsang 1 yil xafa bo'lasan. Tomga pechirmaysan. Tomga pechirmaysan. O'rimchilar ovqat pishirib ketadi. O'rimchilar o'ylayapman mana. O'rimchilar o'ylayapsan. Sen o'zingni o'ylamay, o'rgimchilarni o'ylasan. Faqatgina o'rgimchilarni o'yla. Yo'q, inji pastga balonga qo'yaman. Sal bu yoqda mana shunisiga qo'yib chiqamiz. Inji pastga so'mdi. 2 blok, 3 blok ekan. Bu yerdan tayyor. Shunisiga qo'yib chiqamiz. Keyin aka menda vaqtda blok uchun jo'yon qilyapman. bunaqadan jicha qo'yamiz. Yo, bunaqasiga.
Yaxshi, bunaqasiga olamiz. Shunday deb qo'yamiz. Keyin ketamiz. Azbi. Jim. Naqd qo'shayotgan. Avvalgi videoda ham aytganman. Qo'shiq aytsang, aytolmasang, aytma. Albattagina qo'shiqchani o'rganma, ketin. Siz bittaga Minecraftni o'rgani? Ketin. Bittaga Minecraftni Minecraftda gap tushunsiz. Katta gapmi? Emasam senga savol. Minecraftda zo'r bilayotgan bo'lsang, o'rgimchak to'rini qanday olib bo'ladi? Qaychi bilan olib bo'ladi? Demak, to'g'ri. Demak, senga savol. Spamnerda qanday bo'ladi? Kreativda olib bo'ladi. Shulgovka senga bilan olib bo'lmaydi. Noto'g'ri. Bo'ladi. Shulgovka ololmaydi. Shulgovka senga. Shulgovka senga 2 olib bo'ladi. Ikkini qilib qanday qilasiz? Ikkini qanday? Yangi versiyalarda qo'shiladi. Alkash. Bu versiyani aytyapsiz. Versiyani aytayotganmi? Yani versiya degancha men tushunmadim. Qanaqa versiyaligini ayting, bo'ldi. Yangimi yo eskimi? 1.0 mi yo 1.12 mi? Shuni ayting, bo'ldi. Yine bir zabor. Böyle koyarız. Tam ise evvelge fark etmiyor. Katta ish qildim, bugun ish qildim. E'tibor bermaylar, bir tom ketib qoldi. Bugun kachoq bo'ldi. Kachoqlarni ezildimi? Bu kachoq ko'tingni qisib o'tib. Kachoqlarga til tekkizdi. Uyil. Kim hasad qilyapti menga? Kachoq bo'lmagan. Bo'lsin. Ya kachoq bo'lmadi. Hech qachon bo'lmaydi. Sen nimaga o'xshaysan? Bir tonna valeli narsaga o'xshaysan. Bitta videosi qishloqim seni nimalar o'tib qoldi desa, bedok bilan bo'ldi degandi. O'sha bedok markaz videomi? O'sha bedokni men tashlaganman. Sandiqqa o'xshamaydi, men qo'yavermişam o'ga. Sen borku, puxta tepasini yeyibsan. Mana shunday ko'rinishi kerak. Ketin namcha buni bosib sal buyog'roq qo'yib qo'y. Shunday qilib buyog'dan biz bugunli olamiz. Va tuvak olamiz, tuvak. Tuvak? Minecraftga necha versiya o'xshaydi tuvak? Aha. Eng boshi versiyadan boshlab. Endi qaysi versiya qo'shildi? 1.5 versiyada. 1.2. Qanday? Xullas, boshimni qotirmay yevardingda. 1.22. Og'zingga pirashkini tiqama aylantir. Pirashki o'zi nima? Bilgin kelyaptimi? Ha? Hozir bilib olasan. Mana shunday ichki jihozlarini keltirib qo'yamiz. Daraxtlar. Shuncha qo'yamiz. Azbin nima bilan qo'yibdi? Arg'imchoq qilibdi. Arg'imchoq qurmay.
1, 2, 3, 4, 5, 6'yı, 6'yı bu gidip. Tür Shuni olamiz. Bo'ldi, meniki yetadi shuncha blokli. Bittagina og'zim cho'qlamani shuncha blok bo'ladi og'zimda. Shuncha blok bo'ladi yetaman. Nima qilasiz? Xohlasanglar bu bloklarni olib tashlashinglar mumkin. Chunki bu bloklar aslida o'zi ham kerak emas. Lekin mana bu yerda обязательно turishi kerak. O'sha gapirganim uchun uzr. O'zbekchasiga bu nima bo'lishini men bilmayman o'shaning uchun. O'sha narsa dashit kerak ular. O'zbek tilini bilmaysiz. Men kalmaysiz. Uy, sendan yaxshi bilaman. O'zbek tiliga men 5 ga o'qiganman, sen 2 ga o'qiysan. Sen qaytani yeyapsan? Pasinimi? Ichini yeysiz. Zato sen o'sha pasini yeymayman-da. O'sha pas o'zi ichi bilan qo'shilib ketgan. O'sha kichkinagina pauza bo'lib turibdi, mayli. Katta pauza. Katta ham gap. Ko'p pauza bo'lib qolyapti-da. Mana shu singlim asabga buzyapti. Nimaga bular qurilgan? Nima bo'lyapti, Azbi? Sen kirib chiqyapsan. Buyoqdan nimadir bo'lyapti. Men nima qilaman? Menga to'xtash yo'q. Hozir kirib chiqqanimda. Mana shunisiga qurib olamiz. Mana bu daraxtlarni yopib olamiz. Mayli. Eshitma. Mayli. Mana shunisiga qurib olamiz. Xohlasanglar kommentga ham yozib ketinglar kimniki zo'r chiqqani. Lekin обязательно like bilan obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Boyagi gapim. Azbiniki zo'rla deganlar podpisatsiya bo'lib qo'yamiz. Meniki zo'rla like bosib qo'yamiz. Adashib ketdim chapachas. Adashu. Senga o'xshamayman-da. Men eslatmasam. Shunaqa. Mansiz Azbi ishlarsa eplanmaydi. Men eslatmasam hattoki 3 tonni ham kiyishni unutadi. Men eslatmasam-chi. Men eslatmasam aytmaysiz, ha? Men eslatmasam nimani bo'lsa aytmaysiz. Xuddi o'zingiz videoga gapirasiz. Senga o'xshab podxod emasman-da. Paltillarni yuturasiz, yana gapirasiz. Senga o'xshab ana u bolalik narsalarni ko'p qilmayman-da. Mayli, temadan chiqib ketdik xolos. Shuni olamiz. Mana shu tepalarni yopib olamiz, keyin ichini qurishni qilamiz. Bitiramiz demoqchi bo'lib, lekin qurganim ham yo'q hali. Qayoqqa bitiramiz? Azbi eti butski narsalar bilan shug'ullanyapti. Kechirasizlar, shamollab qolganman, o'shanga bir nima qo'yibdi. Azbi nima qilyapsan, tushuntirib berarsan? Tushuntirib beraman? Bilmayman, sen tushuntirib.
Nima qilyapsanmi? Nima deding? Boshda aytib kim o'qni yaxshi ko'rsa o'qdan qo'yadi. Xudo yaxshi ko'rsa Xudoni. O'zinglar xohlagan nelarni qilaveringlar. Darvoza nima qilib yotgan ekan? Jungli bilan o'tga farq bor. Eman darvoza farqli bo'lishdi. Jungli bilan. Va hali farqiga ham bormayman degan. O'g'iz biz farqli bo'lib qo'yibmiz. O usti 13 tur degan yozgan bo'lsa, asab turdi. İçi kartushka ham qo'yibman. Kimni qo'lini ochsa. Iye. Men mehribonman. Sen balo bo'laymi mehribonsan. Bo'lsa. Tayyor operatsiyalar ishlayapti. Ishlamasin. Mana uni qo'lidan kelmadi, yana bitta xona qilishim kerak. Iye, hali atrofda tagida xona ham bormi? Başka joy, asaq keldi. Astarxon kuydi, necham bor ekan. Asaq keldi tomoch. Azbini niki zo'r deganlar like bosib qo'yamiz. Meniki zo'r deganlar obuna bo'lib qo'yamiz. O super. Ne qilamiz? O'yinlarni qo'yib chiqamiz. Xohlasanglar turburchakdan ham foydalanaveringlar. Men bunaqasidan foydalanyapman. Endi shu o'yinni yo'qadi qiz bola. Qiz bolalar kiyim. O'g'il bolaman. Ana qiz bola kiyim kiyganlar. Qaysi kiyim? Ayol kiyim. Hadi. Hozir o'zingizga aytaman bilasan. Men ayollarniki emas, просто sariq bo'lgani uchun ayollarniki deyapti. O'zi yalang'och o'tiribdi. Kimda men bugun nima qilyapti? Nimaga? Hazillashib gapiryapman-da. Keyin mana o'tiribdi. Bir hazillashib dedim-da Azbi. Men xafa emasman. Bunaqa nima deydi? Xafaman. O'zi hozir bittani ursam dadamga borib aytib yursang. Dadajon akam uyda deb. To'g'rimi? To'g'ri. Shunday qilamiz pastga o'xshagan. Xohlasanglar birlariga fakir qo'ymanglar. Mana shunday chek bilan mana bu o'tkichda olamiz. Yetimlik qochda qo'yamiz. O'zi ham og'zini yopib qo'yamiz. Mana bu yoqqa sal uzoqroqqa yana ikkita qo'yamiz. Shu qator qo'yamiz. Keyin asta qilib olamiz. Bu yoqqa bosh kiyim. Bu yoqqa botinka. Keyin halov kerak bo'ladi. Lamka. Mana shunaqa qilamiz. Pastalarni olamiz. Keyin yana bunday bu yoqqa bosh kiyim emas-ku. Mayli adashib ketdim. Bu yoqqa botinka. Shuni ramkalar orqali ko'paytiramiz. Yana 3-6 ta. İkide, 3'te, 4'te, 5'te, 6'da. Gidin ortasına koyalım.
Bunu to'ldiramiz. Keyin buni shunga qo'yib olamiz, qo'yamiz. Mana shu ishga qayta qilaveramiz. Hammalasi Üçte, ana ondan sonra bular 8 tane de bular hammalasi. 7'de. 9'da ya o. 9 tane bitta tane 8 bular. Bitta shton qo'yib. So'ng bo'lmaydi hayot. Uyatni qiladi shton. Shton uyat bu qiladi. Ulardan bilmaydi. Ha, hali shunaqa uyat degan narsani bilasanmi? Oba bittaga batinga o'tib qoldi. Nima qilamiz buni? Shuni olamizda. Yana ramga olamiz. Keyin bu oltinni qilinch. Bunga nima qo'ysak? Kamon qo'yamiz. Kamondan bizga o'q kerak. O'shiraverdim. Endi qilinch ko'paytiramiz. Ikkita, uchta, beshta, oltita, yettita. Яблоки. 9'da. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Shuni hisob chiqamiz endi. Maysa ana uni bittada bo'lmaymi? Qo'yili nechta oldi? Nechta solding deb so'rayapman. 9. Rostdan-ki, asaqalani biltirding. Hammasiga? Voh, qo'yi. Tamam, bunday qilyapman. Qara. Azbek. Qilinchlarni suv bo'ldi. Bunday qilyapman. Cho'ta kiydirma. Boshqada ikkinchi dubl bo'ldi. E'tibor bermaydi, zaryadkam o'chib qolyapti. Shuni ana imrali yablokani qani? Endi kamon. Kamonni 9'da. Bitta, ikkita, Kamonni nima qo'yishdan bo'ladi? 5'ta. Qayerga ko'chib ketdi? 6'da. Yubordida u. 7'da. 8'da. Hammasi bitirilgan. Endi 9 ta o'q olamiz.
har xil narsalar olib tashlaymiz. O'q, lekin yaxshiroq fikrim bor. Mayli, o'q olib tashlaylik. 3 stek qolganda ko'rsataman. Shunday oddiyni pat buni olamiz. Endi mana aytmoqchi edim shunaqa. 5 stek qo'yib o'qlarni shunday olamiz. Anaqa o'qlarchi sonda qo'yibman. Asobi bo'lishi uchun qo'yish. Mandan ko'chirgansan. Oddiy o'qlarchi sandiq. Ama qildim. Mandan ko'chirgansan. O'qlarchi sandiq. Tanolmayman. Mandan ko'chirgansan. Shuni abi yana maydalaymiz. Shuni Ustak o'q bo'larkanda. Manga kamunni qo'yadi. Yasash. Men azobim. Kamunni yasash uncha qiyin emas. Kamun uchun 3 ta 6 ta narsa ketdi. 6 xil narsa. Menga shuncha o'qdan bitta. Sanlaring bo'lmishmi? Menga 9 ta qolsa kerak. Necha stekda? 18 stek bo'lsa, hamma 2 stekdan ketadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 yana 1 stek olsam bo'ladi. Yana shu ishni qilamiz. Keyin hamma bittani o'qiganlar bittani o'qiyveradi. Kaltada ham. Tayyor o'yinliman buni qilaman deb. Mana 9999. Buni sindirib yubordim-ku. Qalamimni hamma narsani yuvib yuboraman. Yotoqlar. Ben dahşet ko'p mesela olmuyordu. Kopyachkalar. Tipasiga verstaklar va yana pechkalar. Menga kiyovlarga 3 ta ko'p ketadi. Dahshat. Sandan dahshatda yo'q. Tabamiz. Va buni qoplashdan. Nima qildim-ya? Mana chiqsam shunaqa deysiz-a? Tasavvur Dinamik mashina. Ana katapulta qilib podutlarmi? Sursan. Ona demak bunaqasiga bunaqasiga emas, bunaqasiga bu. Buni bilan versa bilasizmi? Buni qo'yish hozir kerak. Ketin beradan beramiz. Bizda chiqamiz. Bitta, ikkita, 3ta, 4ta, 5ta narsa. Ketin. Aytgan jazbi men avvalgi o'xshab qilmayapman. Bu yerda birlashib qoldik. Mayli, 4ta bilan o'tirib ichadida. Bunaqa bilib qo'ygan yaxshi. Ketin bu yoqqa ham qo'yamiz. Bu yoqqa yana ko'pchilik o'tiradi. Hammasiga to'ymay qolsa pirog qo'yib chiqaman.
Yo'q, tort. Ha. To'rt ekan. Ee, To'rt Hali. nima qilsin? KFC, tovuq. Yana nima? Men o'zim ovqat mashina qilishim kerak. Men sana sizdan ko'chaman. Sho'rva. Bitta men sana sizdan ko'chaman. Nishon 1, 2, 3, 4, 5. Ha? Tan olyapman, men sizdan ko'chaman. Qaysi biri? Ana ovqatlarni. Qaysi ovqat? Ovqat qo'yishlar. Man qayerdan? Opa nimaga o'tib qolaman? Bunga qo'shisham. Bilmasam. O'liging kelsa o'sha yoqqa tushib o'lasan. Bari qaysi eng yo'li? Uch ketdim. Nima qilaman? Meni vaqtimni berib qo'ygan. Ko'chaklar olamiz. Ikkita, uchta, beshta bo'ldi. Mana shunday endi ham shu yo'l bilan Tavuzu. Картошка. Ну, мы пиццу топлю. Oyunu saçmalı. Bu oyunu. mana to'g'irlab qo'yamiz. Bitta o'tiqcha bilan vaqt razachki. Yo'q, eshik qo'yamiz. Do'stlar, uy qanday chiqdi? Baho berib qo'yasizlar. Mana qo'y futbolizm. Mana uyni quryapman halyamma. Zavol quryapman lekin nima bo'lyapti menda? Zavol quryapman, kichkina quryapman lekin qanchadan keyin bitiryapman. Juda Tez qo'yapman-da, hattoki qo'lim qaltirasa ham. masalan bitta bo'lsalar shu. Mana yashilcha qo'yishim mumkin. Hali pastga jihozlarni qo'yishim kerak. Ne? Qayerga shunaqa? Ay pastga tuzlu qo'ymadingmi? Endi nima? Mana shunday. Ha? Mana qo'yib bo'ldi. Bo'ldi. Anisi yo'q. Bir soatdan izlanishlardan so'ng bo'ldimi shunday? Azbi nima deysa ikkinchi qismini ham olamiz. Yo'q. Hozir 1 soatlik ketsa YouTube'ga ancha vaqt jo'natadi. Shuni uylarimizni bitirish davomida ikkinchi qismini olamiz. Mana bitta ovqat ikkitadan biri. Yaxshi. Bitta chekmisiz. Anavi bitta rechik qo'yini ikkita razachikka ishlatdim. Va kartoshkani tavuz bida o'shanda. Siz. Bilaman-da. Pishirilganmish qilib. Ha? Pishirilganmi bilmayman. Şimdi sonra qani biz uyga qo'ydik. Pulashga zo'r ekan-ku.
Qo'y purlash mashinasini quraman. Hozir shuncha mehnat qo'limga qilaman-da. Ana kalbasa bilan udar qilaman. Ketdim magazin kachulilarni uchib kelguncha kachuli qilganman. Xo'sh, keyin kachuliyni O'chani bilasan? O'chani bilasan? aka keyin kachulilarni uchamiz ketganda. O'zi vaqtim bo'ldi bilasan. Vaqti bo'lsa keyin. Tez qo'shib. Sal lotga g'alati yo'qotganda sizga. Sal ziyirkanliroq ekan, qachon qayoqqa uchish. Oyi. Bo'lsa, shuni yo'qotib qo'yibdi. Ezildim. Men shuni qilaman. Shunday qo'yishdi. Hal tagini ham qo'yishdi. 3 blokda tagin. Bu tagi 3 blokda qo'yilgan. 3 blokda qo'yilgan tagi. Tagin to'g'ri chiqsa, deks yo'qolib. Hali kachulilar tagini qo'yib yotgan. O'shan to'g'ri. Meni xalqimizda kachuli. Jo'q ketdi kachuli demanda. Yo'qqa yarimtali bloklarni qo'yib chiqsa bo'ladi. Aka menga o'saysan 5 bloklar qo'yish kerak og'imcha. Ana shu yerda nodir. Mana ko'rsa bo'ladi. Ketim yo'qqa. Yong'in tugadi. Mana O'zi qanday yong'in tugadi? shuni tugadi. Shunday. O'sha rangni boshqacha. Odatda yolg'aydi, odatda yong'in tugaganda ichini yo'q tugadi. Voy tong yotmasdi. Bugun bu yerda tong yotib qoldi. Hech qanday yomg'ir yog'adi. Bize bulsadık yolunu. Doğru. Başka bir şey yaratmaz. Ve bir kaymıyorduk. 3 tane yiyorduk koyuyoruz. Bir tane Yavrular gidemiyor. Hayır, lütfen. Giden Bu ile yanına Gidin. kıyma buluyordu. bir karan Numa gibi şu oluyor. kolamızda Yiyindim bak. soğuk atıyor. Neyse şimdi. Bekleyin ciddi senler, izlemetten narsalar. İyi. Ama hiç bir şuna koyarız, basınca. Şimdi bette çıkında koyuş. Şurada mazak diferansa. Yana bunu koymettim bu şimdi. İşte. Mazak büyükler. İndi falan yana bir kat bile çıkamam bizden de. Ben katardım. Koyarız. İşimiz var. Ya biz bu şuna koyuyoruz.
uchun yashadi. Qo'llab bitmagan qanchalik. Qo'llab bitmaganda bizden de böyle oldu. Yunum kurdum abi için. Hayır onlar kaygıysa sayfa yapsın. Kaygıysa boz kaygıyı koyup 3 blok diye kıldım. Yine bana yana kat oluyor. Nimalarni bosib tashlabman. Xullas buni yo'q qilamiz. Bu yerdan lukni topamiz. Mana tualet. İkinci bu uşak oynuyorum. Hadi tek toplayamızı. Gidip ağaç ola. Bunlar şeker kalmış ne oluyor? Buydu. Şeker kalmış. 3 kişi de böyle 3 kişi de oldu. Mana yo'q ataylik. 5 6 7 8 Mazze. Öyle bu kaygılı şey yapıp kim böyle yapıyor? Yine bölmegelarni ham qo'yib qo'yishimiz kerak. Nima bo'ldi? Ne? Fatafaklamasın. Fatafak cumhurdur. Mara yürüyor musun? Mama me pas bien pour les trucs. What the fuck? Le coup, ça m'a allumé. Yo. What the fuck? What the fuck, yeah? What the fuck? Kim yaptı? He? Bakın gene. Uçanık var. İsimler çok içinde. Şimdi mi kim yaptı? Ne yapıyorsun sana? Usta bana. Evet ben ne oluyor size? Bulde kaçacağım. Bekle. Kalem teşvik bence. Ki asla kıcaysa o hızla taksis. Yok asla. Benim bile apak. Hadi gitme abi. Ağzım da. Qayerda qilyapsan? Qayerda ham qilsa bo'ladimi? Siz bilmaysizmi? Bilaman. Bilmaysizmi? Ne? Şu ulvi olmuş topsizdiler. Ayniqsa Gravina ko'proq joyini topadi. O'ta shakilman jo'nglar. Nima? He? Tipizga antal bloklar. O'zursan nice. Nice. Ama nice meylasını bileceğim. Nice. Ko'rdik. Yo'q. Xitoy gilamlar qo'yib qo'yamiz. Buldu. Mana. Şu videoyu yakınlıkta yeterken. Mana shuncha narsa qildik. 1 soat yana. Bir soat deganda shularni bitirdik. Odamlar ham bizdan ko'chirsa mayli edi.
Shu saytlarga sizlar Shuncha harakat uchun bittagina like bosib qo'ymaslik uyatdir. uyat. Shandan Shuning uchun iltimos shunday pastga o'ting deb podpisatsiya bilan like'da shunday bosib qo'ying bo'ldi. Sizlar qancha podpisatsiya bo'lsanglar menga shuncha yaxshi. sizlar uchun qiyin emas-ku. Bizlar uchun qiyinchilik. Shuncha qiynalyapmiz sizlar. Bittagina like bosib qo'yish uyatdir. Yutganib qilib Shunday pastga qo'ydim. o'tib просто like bosib qo'yasizlar bo'ldi. O'tkazib tiqiltirayapti Azbek. Ma pastga yutgandim. Yuzib chiqadi. Buni darak yo'q bitadi. Shuncha harakat. Umrimda qurmagan uyim ham bor. Bu uyni qattiq deyman. Ye, deyman shu o'tin bilmaysan. Endi kommentariya yozib ketinglar. Mani uyim zo'r chiqdimi yoki mana Azbini yoki tipasi bular nima balo Azbi bu yoqqa musor solib qo'ysang ketadi. O, musorlarni solib qo'yaman. Ha, yetadi. Mana musorlarni qo'yib, Hamma narsalarni shular. yo'lovchi narsalar. Yo'lovchi narsa-da. Lotkalaringni nimaga bu yoqqa Qattiq. videoni davomi tugadi. Sizlarga xayr, sizlar bilan Durbek